Qashqadaryodan Shahrisabzdan kelganman. Sizni oldindan mana shu massaj sohasiga 3 yil, 4 yil bo'lib kirganim. Sizni o'sha 12 ta filial ochganman degan intervyungizga juda qiziqqanman. Ipidan ignasigacha ko'rib, qachonlardir mana shu massaj sohasiga ketaversam, o'qishga boraman deganman. Har yili o'sha Nargiza Centerga ham massaj kursiga kelganman, Sodiq va Ma'rifatga kelganman, 3 kunlik master klasslariga, lekin siznikiga kelishni xohlaganmanda, o'sha kamgina bo'lmasa deb Allohdan niyat qilib so'rardim. Ha, xuddi shunaqa. Keyin bizaga vaqtlari uyimiz yo'q edi Toshkentda. Hozir mana shu yangi yil oldi xo'jayinim uy olib berdilar. Ana endi hozir o'sha uyimdan qatnab 1 oylik kursizga yozilganman. Allohga shukr. Bu Baqa kelishimga sabab birinchi o'ringa Allohdan so'rash texnikalari bor daftar tutaman-da, yozganman. Shunaqa pul problem